Assalomu alaykum obunachilar. Mana biz ham ishni boshlab oldik. Bu ham pechat darvoza. Mana suyaklari 6x4 2x1 stena. Sharnirlari, korobkasi. Katta darvoza 4x4 razmeri. Ilslari bir-biri bo'ladi. Mana uni katta sharnirdan 36likdan 3 tadan qo'yiladi. Korobkasi 2,5 2,6 deydilar, 2,5 chiqadi. Mana bu ikkinchi pechat darvozamiz. Bu 3,5 ga 4. Endi nariyoqqa yana ikkita pechat darvozamiz. Bular ham zakaz hammasi. Xudo xolasa, mana kalitka yasayapmiz. Kimga shunaqa sifatli kitob narxlarda kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar nomerlarga. Hozir qo'ldan kelgancha chiroyli, sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Rahmat. E'tiborlaringiz uchun. Videom qiziq bo'lmashi mumkin, lekin sifati Xudo xolasa uyaltirmaydi.